edim. Ha? Bu yerga qaysi duxing bilan kelding? Akaxonlar, mutlaqo adashyapsiz. Mening umuman aybim yo'q. Tan olmayaptimi? O'zini zo'rlaylar. Geymastursilar. Hoziroq bas qilinglar. Men Xoi bilan bir-birimizni qattiq sevamiz. Xonimimiz sendek bolani yaxshi ko'radi deb o'ylamagandim. Sen bunga mutlaqo arzimaysan. Tortinglar uni. 打人不打脸！Garchi u dadasi tashlab ketib yetim qolgan bo'lsa ham va bir tiyin pul topmasa ham, unga turmushga chiqishga rozi edim. Hali bu yetimvachcha xonimimizga uylanmoqchimi? Tezda biz uni dafn qilishimiz kerak. Xoi, men birinchi safar homilador bo'lmagan bo'lsam ham, ammo ikkinchi safar qo'limdan kelganini qilaman. Iltimos yana bir marta birga bo'laylik. Sen hali unga qo'l tekkizdingmi? Hoziroq uni cho'chog'ini kesinglar. Hoziroq bas qiling, sizga to'xtanglar dedim. Sizga aytyapman.